Xo'p, o'tgan darsimizni davomini yana olib boramiz. Xo'p, o'tgan safargi darsimizda biz produkt qo'shgandik. Xo'p, endi u produktimiz uchun spesifikatsiya qilib chiqamiz. Keling, kategoriya bo'yicha qidiramiz. Finished good chair bo'lishi kerak bizda. Stul. Hop, buning uchun materiallar ro'yxati tugmasini bosamiz va yangi tugmasini bosamiz va ushbu stul uchun bizda spesifikatsiya yaratish oynasi ochiladi. Biz har xil variant uchun har xil spesifikatsiya qilamiz. Ya'ni bizda bitta mahsulot uchun ya'ni 4 xil mahsulot uchun bitta spesifikatsiya bo'lmaydi. O'shaning uchun qorasi uchun yaratib ko'ramiz. Ya'ni bitta miqdorda ushbu mahsulotni ishlab chiqarishimizga qancha komponent ketishini qo'shib chiqamiz. Keling, taxminan charxtosh bizda ketadi. Undan tashqari gubka, DSP ketadi deylik. Woodper va lenta. Shundan har biridan birta yoki ikkita xohlaganimizcha ketadi deylik. Va bizda hop, komponentlarni tayyorlab oldik. Qo'shilishi kerak bo'lgan operatsiyalar qismi bor. Operatsiyalar qismida biz bajariladigan operatsiyalarimizni kiritib chiqishimiz kerak. Misol uchun yog'ochni kesish va qaysi work centerda bo'ladi. Ya'ni kesish work centerda bo'ladi deylik bu narsani. Foiz KPI'larni qo'yib chiqishimiz kerak. Ya'ni bajarayotgan xodim qancha KPI miqdorida pul olishini biz belgilab chiqamiz. Allamurodov Ozodbek shu ishni bajardi. Ya'ni hop, qancha pul to'laydi? Ya'ni bitta yog'ochni kesgan uchun biz 20 ming so'm pul to'ladik deylik. Samaradorlik chegarasini, ya'ni 100% dan oshsa biz yana 30% bonus beramiz. Agar muvaffaqiyatsiz, ya'ni bizda bu ishni muvaffaqiyatsiz yakunlasa, biz unga 10 ming so'm ishtirok solamiz deylik. Hisoblanganda o'tkazamiz bu qismini va 10 daqiqa belgilaymiz. Daqiqani belgilaymiz va biz istagan vaqtimizda kerakli ko'rsatmalarni berish uchun rasmga olishni, ya'ni ushbu operatsiyani yakunlagandan keyin ishiga rasmga olish vazifasini qo'yishimiz mumkin. Rasmga oling deylik, misol uchun. Saqlaymiz va bizda operatsiya qo'shildi va e'tibor beramiz, bizda mavjud operatsiyani nusxalash degan qismi bor. Biz bor operatsiyalardan biror birini nusxalab qo'shishimiz mumkin. Misol, shu operatsiyalarni biz ushbu stolda ham bajaramiz. Tanlangan amallarni nusxalashni bosamiz va operatsiyalarga o'tadigan bo'lsak, bizda avtomatik o'sha operatsiyalarni qo'shib beradi. Va shu bilan bizda spesifikatsiya tayyor hisoblanadi. Keling, bizda spesifikatsiya darsi tugadi. Biz ko'rsak bo'ladi. Komponentlar va operatsiyalarni hammasini qo'shib chiqdik bir mahsulot uchun. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi darsda ishlab chiqarish qanday olib borish kerakligini ko'rib chiqamiz.